Hozir aka, men sizga video jo'nataman. Bu Zonkер V20 New versiyasi. Bunda 4 ta aktivniy port, DVD-ROM, 2 ga сопровождение, Gelis chiqishlari bo'ladi. Ginekologiyamizda avtofolikula, общий diagnostikada avtozom, avtointim va elastografiya funksiyalari bor. Hozir men sizga izobrajeniyasini jo'nataman. Liniya datchigimizda sonniy arteriyaning ko'rinishi, Dopplerning ishlashi, qalqonsimon bezimizning ikki taraflama ko'rinishi. Bu elastografiyamizda ishlash prinsipi. Konveksiya datchigimizda jigar ko'rinishi, buyrakning ko'rinishi, hozir Doppler funksiyasini qo'shamiz. Konveksiya datchigimizda mochavoy pozorning ko'rinish holati. Kardio datchigimizda PV ning ishlashi. Avtorashod funksiyasi bor, o'zi avtomatik hisoblab beradi. Siz o'zingizning patsientingizni olib kelib, ishlatib ko'rishingiz uchun sharoit yaratib beramiz. Ofisimizda kutib qolamiz.